Hammaga salom do'stlar, siz dasturlash darslari AI kanalidasiz. Bugungi darsimizda biz Visual Studio Code, ya'ni dasturchilarning eng kerakli vositalaridan biri bo'lgan ilovani o'rnatishni o'rgatamiz va unga Pythonni o'rnatishni ham o'rgataman. Qani bo'lmasam, videomizni boshlaymiz. Video boshlanishidan oldin pastga tushib, obuna tugmachasini bosib qo'yish esdan chiqmasin. Qani bo'lmasa, videomizni boshlaymiz. O'zingiz notebookingiz yoki kompyuteringizdan ishlatadigan brauzerga kirib olasiz va qidiruv joyiga Visual Studio Code download deb yozasiz va birinchi chiqqan sayt Visual Studio Codening original saytiga kirasiz. Ustiga bosganingizdan so'ng mana shu sayt ochiladi. Bu yerda Windows, Linux, MacOS uchun Visual Studio Code ilovasi chiqadi. Bundan o'zingizning operatsion tizimingizga mos bo'lgan ilovani yuklab olasiz. Men Windows ishlatganim uchun Windowsni yuklab olganman. Mana ustiga bosganingizdan so'ng yuklab olinadi. Va File Explorer'ga kiramizda Downloads bo'limiga o'tamiz. Avval men bu ilovani yuklaganim uchun hozir o'rnatishim shart emas. Mana Visual Studio Code. Ustiga 2 marta bosamiz. Biroz muammo chiqqanga o'xshaydi. Men buni og'zaki tushuntirishga harakat qilaman. Ustiga 2 marta bosganlaringdan so'ng oyna ochiladi. U yerda I accept the agreement bo'limini belgilaysizlar va next ni bosasizlar. Va shundan so'ng yana next ni bosib install tugmasini bosasizlar. Bosganlaringdan so'ng o'rnatish davom etadi. O'rnatib bo'lingandan so'ng u oynani yopasizlarda qidiruv bo'limiga Visual Studio Code deb yozasizlar. Agar to'g'ri o'rnatilgan bo'lsa, shu yerdan chiqadi. Endi ikkinchi qadam. Ikkinchi qadamda biz Pythonni o'rnatamiz. Qidiruv joyiga Python.org deb yozasizlarda shu saytga kirasizlar. Bu Pythonning original sayti. Bunda xuddi shunday oyna ochiladi va bu yerda Downloads bo'limiga o'tasizlar va Windows, MacOS, Android, iOS kabi tizimlarga Python shu kabi tizimlarga Pythonni o'rnatsa bo'ladi. Men Windows ishlatganim uchun Windowsni tanlayman. Bu yerda Pythonning bir qancha turlari bor va turli xil versiyalari. Bu yerdan o'zingizga kerakli bo'lgan biror bir versiyani belgilaysiz va o'rnatib olasiz. O'rnatganingizdan so'ng bu ham File Explorer'dagi Downloads bo'limiga tushadi. Mana men buni yuklab olganman. Yuklab olgandan so'ng ustiga 2 marta bosasiz. Bu yerda xuddi shunday oyna ochiladi. Add to Python X2 passni belgilaysiz. Bu Pythonni pass orqali yuklashni anglatadi va install now tugmasini bosasiz. Bu yerda xuddi shunday bo'ladi. Men o'rnatganim uchun menga o'rnatish shart emas. Shuncha o'rnatishni bekor qilaman. Siz oxirgacha o'rnatilgandan so'ng keyin bu oynadan chiqib ketasiz. Va File Explorer'ni yopsak ham bo'ladi. Shundan so'ng siz Visual Studio Code'ga kirganingizdan keyin uni ochib olasiz. Mana men ochganman. Uning mana bosh oynasi xuddi shunday bo'ladi. Keyin bunga kirganingizdan keyin Extensions bo'limini belgilaysiz va qidiruvga Python deb yozasiz va birinchi chiqqan Microsoftning original extensionsga kirasiz va bu yerdan men avval o'rnatganim uchun switch to pre-release version deb chiqib turibdi. Bu yerda agar sizda o'rnatilmagan bo'lsa, install tugmasini bossangiz bo'ladi. Installni bosganingizdan keyin biroz kutib turasiz. Pythonni o'rnatadi. O'rnatib bo'lingandan so'ng xuddi sizda ham mana shunga o'xshash yozuv chiqadi va bu yerdan chiqib ketasiz. Keyin fayl bo'limiga o'tasiz. O'rnatib bo'lingandan so'ng Python va bu yerda biror bir oddiy fayl yaratamiz Pythonda. main.py. Bu py degani
Pythonda yaratilgan kod degandir va enterni bosamiz. Va o'zingizga kerakli joyni kompyuteringizdan o'zingizga kerakli joyga saqlaysiz. Men saqlayman. Endi biror bir oson kod yozib ko'ramiz, sodda. Print qavs ichida qo'sh tirnoqni hello world. Mana Ctrl S ni bosamiz, fayl saqlanadi. Endi run tugmasini bosamiz. Agar kodimiz to'g'ri yozilgan va Python o'rnatilgan bo'lsa, kodimiz yaxshi ishlaydi. Biroz negadir sekin ishlayapti. Bu ba'zi kompyuterlarda biroz vaqt olishi mumkin. Shuning uchun kutib turishingizni so'rayman. Siz bu dastur yuklanguncha pastga tushib, obuna va like tugmasini bosib qolishingizni so'raymiz. Bu kanal manfaati uchun katta rol o'ynaydi. Negadir sekin ishlayapti.